Assalomu alaykum hammaga. YouTube'ga video qo'ya olmayapman chunki Malibu 2 bar o'rnatayotgandik. Talab juda ham oshib ketganligi uchun hamma qo'ydiryapti. O'sha uchun hozir akamizga o'rnatib beryapmiz. Sidinalar surilgan, mana shaxta qo'yilgan. Hop, shaxta qo'yilgan. Sidina ikki tomonga ochilgan, mana o'rtada joy katta bo'lgan. Malibu 2 barda full qilib o'rnataman degan obunachilarimiz uchun mana shu mashinamizga ham full komplektatsiyada Malibu 2 barimiz o'rnatildi. Hali to'liq yig'ilgan, endi barda o'zini qo'yishimiz qoldi, bo'ldi, qolgan hamma ishlari bitgan. Har bitta narsa stiker J-izolent orqali qilingan mana. Pirnidilari yuradi, har bitta narsa stiker. Bu ishimizni to'g'riroq shumkachilar biladi. Shumkachilar bo'lsa agar yozib yuboringizlar, shumka qilayotgan payt yetsa muammo bo'ladi, o'sha uchun stiker yaqib hammasi zavodga qo'ygan. Orqalarini ham qotiradigan qilganmiz. Orqalari shunday kriplinasini qo'yamiz, bemalol barda orqasi ham qotiriladi. Ollari ham mana bu tomonlari ham stiker bo'lgan. Ichlariga ham juda qilib qo'yilgan chunki mashinamiz boshqa tomonlari ham shumka qildiraman degan uchun akamiz o'zlariga pastlariga ham qo'yilgan. Hamma tomon kranshtayn orqali qo'yilgan. Mana kranshtayn pastda bitta, tepada ikkita mana yasalgan narsalari bor. Saleskalari bor. Umuman motorchi qimirlamaydi. Umuman shumkasi ham bo'lgan motorchilar, umuman ovozi ham chiqmaydi. Chiqar juda ham past. Tiqirlash holati bo'lmagan. Malibu barda endi sizlar qimmat qo'yapsizlar degan obunachilarimiz uchun akalar mana shu narsani qo'ldan yasab, bittalab kesib, teshib, ancha ishi bor. Endi qo'ydirgan obunachilarimiz bo'lsa, yozsalaringiz bo'ladi. Ancha mehnati bor, 10 soatlik mehnati bor. O'sha uchun mehnatimizga yarasha narx qo'yganmiz. Keyin ham muammo qilib qolmaydigan darajada o'rnatib beryapmiz obunachilarimiz uchun. $220 qilib qo'yganmiz narxini. Bar, kranshtayn hamma narsasi ichida bo'ladi. Cobalt mashinasi uchun amal qiladi. 17, 18, 19, 20-aprel kunlari Surxondaryoga boryapmiz, Termiz shahriga. Agar zakaz qilsalar, sizlarga ham xuddi mana shunaqa komplektatsiyada bar o'rnatib beriladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni maksimal tarqatingizlar. Eng ko'p videoni Instagram tarmog'iga qo'yib boryapmiz, YouTube'ga ko'p qo'ya olmayapmiz. Shuning uchun hakka buyurmaysizlar. Pastga nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilaversalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.